Rahmat bolalar, sizlarga katta rahmat. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, qadrli yurtdoshlar, xayrli tong. Bizda tong mana shunday shiddatli, qaynoq, jo'shqin boshlandi bugun. Omonmisizlar? Ming bo'lakka bo'lib dunyoni, tug'ilgandan baxtni izlaymiz. Qo'llaridan tutib ro'yoni, atrofda baxt ba'zan bilmaymiz. Assalomu alaykum baxtlilar qatoriga kiruvchi bizning qadrdon muxlislarimiz. Bormisiz? Omonmisiz? Erta tongdan yana munavvar kun sizning xonadoningiz mehmoni. Bugun ham ko'rsatuvimiz orqali sizlarga bir-biridan ajoyib chiqishlar va sahifalar va kliplar namoyishini ham tayyorlab qo'yganmiz. Siz esa bizni kuzatishda davom eting. Xuddi shunday hozir mana bolalarimiz farkli chiqishidan qanchalik xursand bo'ldik. Ularni qo'shiqlarda massa qilib raqsga tushdik. Menimcha, aynan mana shu chiroyli kuy-qo'shiq, raqslar bizni kuzatib turgan teletomoshabinlarimizga ham a'lo kayfiyat bag'ishlagan bo'lsa, ajab emas. Biz bugun ana shu chiqishlar bilan dasturimizni olib boramiz. Hozir bittasini namoyish qildik. Dasturimizni o'tkazib yubormay, oldinda undanda qiziqarlilari, undanda jo'shqinlari kutib turibdi. Hozir e'tiboringizga yanada yaxshi kayfiyatga ega bo'lib olishingiz uchun Munavvar kun handasi sahifasini taqdim etamiz. Undan so'ng dasturimizni davom etamiz. Bizdan uzoqlashmang. Marhamat azizlar.